Assalomu alaykum diyoruz. 95 sanatlikdan Qoraqalpog'istondan bugun ishlayotgan ishlarimizdan kichkina video oldik. Xorazm Gurlanga yasalib Ozod akaga yasalib pulog'imiz Magnum 8940 ga Zavodskoy Limkin Atval Limkin перед пложник 5 korpus. Xudo xolasa bugun ya ertaga yoz beradi deb buzib. Buning izincha yana bir pulog'imiz bor yasalib u da Gurlanga Sherzod akaga yasalib pulog'imiz. Xudo xolasa atvollari keldi, atvollar tap xotirsa stoykalar tayin, atval tayin, ramlar tayin, hamma narsasi tayin. Buni ham terib tez kunda xudo xolasa shu oyning oxirigacha bitirib yerlarini topshiramiz. Egoda budoy pishikka budoyning izini ag'darish uchun zakaz berilgan. Ozod akamiz xudo xolasa ertangi orgunini budoy o'rimga tushaman deydi. Pulxoni budoy o'rib bo'lgandan ag'daradi deb oparib surdirib topshiramiz xudo xolasa. Bu ham xudo xolasa inshaalloh shu oyning oxirida bitirib Sherzod akaga topshirib beramiz pulxoni. Bundan keyin ham ishlamaydigan pulxlarimiz ko'p. Yak 60-70 ga yak tek yoto traktoruna edi chiqar adashmasam 116 kuchini o'rta stildan 4 korpus. Bu Limkin Zavodskoy stoykalarda yakib qo'yganimizga ko'p vaqt bo'ldi уже. Bunga ortiqcha vaqt bo'lmay turibdi. Buni ham terib yangicha proyekt gibrid pulq bo'ladi. Rami, eldilar hammasi bizning o'zimizning birdingi stil bo'yicha bo'ladi. Stoykalarning hammasi Zavodskoy. Ne bilan perdaxanitel bilan nagurskada oyoq tuzatagan bo'lib, как Limkin bo'lib chiqadi. Limkin bilan Limkin Zavodskoy detallar bilan Universal 95 ning qarashmasi bo'lib gibrid bo'ladi. Bu o'zimizning Universal 95 ning birdingi mahsuloti. Stoykalarimiz silindirlarimiz eng glavniy pulximizning sertsasi, yuragi, mo'yin qism. 150 ga 240 degan podshipnik 2 dona mo'yinning iriligi bor. 160. Mana mo'yin. Ramlar bilan bayağı tayin. Buna ramlar. Bir de 2 stena 14 ga 14 5 korpus uchun. Glavniy ram, pomagayda ram, elde hamma tayin. Kecha kommentariyada birovlar so'rabdi, ugunliklar necha so'mdan bo'lib turibdi, baholarni bilsak bo'lamoq deb. Ugunliklar sostayeniyasine qarab her türlü. No 16 ga 16 ugunliklar novi, absolut içeriga ishlatilmagan bu emas. 180 ming so'mdan kelgan. Stena 1'de 2. 14 ga 14 sinemiz ugunliklarimiz bu ham qalin rossiyskiy bu 1'de 2 stena ishlatilgan, biroq sostayeniyasi отличный. Bu ham 170 ming so'mdan kelib turibdi. Uzun xalagan razmerda kesaveradigan, kalta, kulta malamiz zat emas. Kimda shunda ugunliklar bo'lsa-da, bemalol xabarlashsanlar, ko'rib kelishilgan narxlarda olaveramiz. 12 ugunlik bir stenada buni ham 140 ming, 150 ming, 130 ming kelishilgan narxlarda sostayeniyasine qarab toza narsa bo'lsa, minati yo'q bo'lsa, kelishib olaveramiz buni ham. Hammaga rahmat. Her daim o da İmamverdiğin Sultan Universal 95 bilan ishlayotgan ishlarimizda video obzorlar ishlab sizlarga tavsiya etib boraman. Uzrli ko'p vaqtdan beri video ishlamadik. Ba'zi sabablarga ko'ra qo'limiz tinmay qoldi, ishimiz ko'payib ketdi. Yana bir sabablar ham bor. Rahmat.